Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Sog' salomat yuribsizlarmi? Bugun sizlar bilan mana bu olcha daraxtini tagiga fikus barglarini ko'chat tomir o'tkazish uchun ekib qo'yamiz. Chunki buni barglari qalin, hamisha salqin tushib turadi. Shuning uchun shu joyni tanladim. Video olishimda xalaqit berayotgan bo'lsa, har xil tovushlar uzr so'rayman. Chunki qishloqchilik hozir tovuqlarim ovozi pasayishi bilan bedanalarimniki chiqadi yoki to'tiqushlarim sayraydi. Hech qachon orqa fonim quruq bo'lmaydi. Buning uchun albatta agar yoqmayotgan bo'lsa uzr so'rayman. Lekin bularni sayrashidan, ya'ni qoqolashdan bilsak bo'ladi, bular tuxum qo'ydi. Bu degani menga daromad kelyapti degani. Har bir tuxumni 3000 so'mdan sotaman. Shuning uchun qancha bular ko'p qoqolasa bilamanki, menga ko'proq tuxum kelyapti. Mana bular uchun maxsus tuproq tayyorlab qo'ydim. Bu yerga albatta perlit, vermikulit qo'shilgan. Avvaldan tayyorlangan tuproqni soldim bu yerga. Yer hamisha bu yerda nam turadi, vaqtida suv quyamiz. Baribir oldimizda yozlik uchun hozir mana yoz boshida turganimiz uchun bu yerga yaxshiroq suv quyaman. Oqib ketmay, mana singishini kutaman. Pavloniyani tomiridan qirqib qo'ygandim. Mana chiqargan. Boshqa yerlarda ham pavloniyalarim bor. Agar pavloniya ham qiziq bo'lsa, uni ko'chatlardan ko'rsating, qanaqa qilasiz desangiz, uni ham bir qator ko'rsatib o'tishim mumkin. Bular pavloniyalarni mana erta bahorda mana bunday qilib fevral oyida, bahorda ham emas, fevral oyida mana shunday tomirlardan qirqib, mana shunday holatda qirqib ekkanlarim bor, bir qanchalari chiqqan, ba'zilari chiqmaganlari ham bor, keyinchalik qurib qolganlari ham bor e'tiborsizlik oqibatida. Lekin bu pavloniya ko'chati. Undan kattaroq ko'chatlari boshqa tomonda. Agar qiziq bo'lsa, u haqida ham alohida video qilishim mumkin. Nima uchun bularga maxsus tuproq qildim? Ya'ni bu yerda Biogomus, universal torf hamda perlit, vermikulit qo'shilgan. Sababi bu yerga mana hozir barg qo'yaman. Ekib qo'yganimdan keyin oldimizda yoz bor. Mana shunday holatda, mana ko'rib turibsizlar. Ekdim. Shu paytda agar oddiy tuproq bo'lsa, suv kamayganda yer qotib qolishi mumkin-da, ildizlarini qisib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu aralashmali tuproqda havo aylanishiga yordam beradi. U darajada namlikni ham ushlaydi. Shuni hisobiga shu holatda tuproq tayyorladim. Hamda mana baklashkaga e'tibor bermaysizlar, eskiroq baklashga. Chunki yangilarini boshqa narsalarga ishlatamiz. Mana shunday shaklda mana yaxshilab yerga kirgizib qo'yaman. Bularni kichkina ikki tomonida biroz teshiklari bor. Ozgina qirqib teshib qo'yganman. Bu terlaganda mana ko'ryapsizlar. Mana shunday teshikdan ikki tomoniga qo'yganman. Terlaganda parlari chiqib ketishi uchun shu holatda 40 kun turadi. Inshaalloh 40 kundan keyin ochib sizlarga ko'rsataman. Buni orasida albatta mana bu arodan suv qo'yib turaman. Hamda iloji bo'lsa o'ziga ham salqin payti, ertalab kechqurunda ba'zi paytlarda suv sepib turaman. Yerni yumshatishda mana bu pichoqdan foydalanaman. Bu oddiy ro'zg'or pichoq edi. Ham juda baquvvat pichoqlik uchun tashlab yubormoqchi bo'lganimda svarshik jiyanim bunga shu shudgor ishlarini qilishda qulay bo'lish uchun yerlarni yumshatishda yoki kavla biror narsani kavlashga mo'ljallab
mana bunday sop tayyorlab bergan, mana svarka qilib. Shuning uchun bu menga o'ta yerlar qotganda, boshqa bo'lganda yoki yovvoyi o'tlar ildizlarini chiqarishimda yordam beradi. Jiyanimga ham shu fursatdan foydalanib rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin. Mana achcha gilos buni jazirama oftobdan saqlaydi. Ya'ni bizda achcha gilos deyiladi, boshqa joylarda olcha deb ataladi. Bizda giloslar ko'pligi uchun valavoy gilos, achcha gilos deb ataladi. Ilojim yo'q. Har doim ovozimni eshitishi bilan bular qoqolashni boshlaydi. Hayronman. Yemlarini, suvlarini bergan bo'lsam ham shunaqa. Boringlarga shukr, tanjoninglar sog' bo'lsin. Keyingi video avval ko'chat qilgan kitayskiy ro'zalarimizni ahvoli qanday holatda ekanligi haqida bo'ladi. Like bosib, podpiska bo'lib, menga kommentariy yozayotganlar, sizlar hurmatimdasizlar. Boringlarga shukr, tanjoninglar sog' bo'lsin, duoyi joninglar qilaman, omon bo'linglar.